Mana. Men Qulog'ida emas. 111 kiloman. Men bugun tortib ko'rdim. 111 kiloman. Men 84 kilo ekanman. 111 kiloman. Hozir demak lishning ko'payibdi. Oldiki. Bo'ldi. Aziz $1000 ketdimi? Ketdi. $1000 oyda oxirida mana 30 kun. 30 kun. Hisob. Xalq o'zi baho beradi. Kimni formasi mushti bo'lsa, o'zi xalq o'zi biladi mana. Tardorimda taroziga tortib ko'zida. Uni qoringa bitta qarab qo'ydi. $1000. Qoringa bitta qarab qo'ydi. Uni taroziga oyna qildi. Sardormi? Ha, javob bir oydan keyin gaplashamiz. Bir oydan. Tamam. Bir oyda formaga kirish, qani? Bunda qaradi, 500 yudimda qaradi. Bular mingdan o'ynasa arziydigan bo'ldi. Buni qoringa bitta qarab oldi. Narxni oshirdi. Meni semizligimda hamma videolarda ham ko'rgan-ku, yalang'och suvda cho'milgan. Qornim katta, azdikidan ham katta. Men 111 kilo ekanman. 111 kilo. Bo'ldi, bodybuilding musobaqasi bo'ladi. Shunda efirni ochamiz. Hop. Rembo sanam o'ynasa, semirishdan o'yna. Rembo nimada o'ynaydi? Tamam. 30 kunda kim effekt ko'rsatish kerak? 30 kunda effekt ko'rsatish kerak. Bo'ldi, hisob. Bo'ldi. Bugun hozircha bugun poni proteinlar olamiz Farg'onaga. Muborakda yaxshiroq zalbon bizada. Siz Toshkentga borib olavering, albatta. Muborak. Sizlar meni taxloring. Sizlar Dilshod aka, meni taxloring. Ha, Ali Banat. Vaqti chiqmaydi. Ali. Qarshiga qatnaveradi, albatta. Meni zalim mana shu yerda. Meni zalim shu yerda. Men tushaman bu. Saunalari ham bor. Tamam. 30 kunda amerikanskiy chirpashka bo'laman. 30 kunda. Amerikanskiy chirpashka. Bor deyapti-ku mana. Bo'lsa bo'ldi, ana bitta tosh 7 kilo, bitta tosh 730 kilo emasmi? Unaqa bir yoqqa chiqmay qoldi. Aldi ko'tarib. Bitta gavda katta bittasi kichkina bo'lib, Yo'q, mana undaqa sportda odam effekt bildiradi-da, mana shunaqa sport bo'lsa, odam harakat qiladi, mana. 30 kunda 30-kuni ko'rsatamiz formani. 1-aprel kunida ikkalamiz shunday chiqamiz ommani oldiga. Hop. Shunday ko'rsatamiz. 30 kunda odamlar necha kilo vес tashlasa bo'ladi 30 kunda. Ves emas, muskullarni ko'rsatamiz, figurani. Oy, bu holat qolmasligi kerak. Muskul bo'lmasa ham mana undaqa qorin, jalab, bunaqalar qolmasligi kerak. Bo'ldi. Yaxshim sizda qorin yo'q. Yo'q, u tekis, muskuling shart emas menga. Bunaqa muskul. Tekis. Bellar mo'chacha. Belchalar. Muskul. Men sizlarning sportlaringga mayli qo'shilmayman, prosta o'zim uchun qani bir oy ichida qanaqa forma qilay ekanman shuni sinab. Voy, o'zi bayog'ida yo'qolsa, обязательно o'zi muskul chiqib keladi o'zi. Bo'ldi, ko'ramiz. Birinchi o'g'lar yerisa. Bo'ldi, ko'ramiz. 1-aprel kuni emas, 1-may kuni deylar. 1-may juda 1-may o'ta uzoq bo'lib ketdi. Ya erta aprel o'zi. Martdan Aprel bilan 7taga. 1-may kuni uzoq. Birinchi. Ya canım, bir ertaga ko'rsatamiz ekan, figuralarmiz. Ya, hamma yo'qyapti, ahamiyat bermabman. Bugun 1-may formalar ko'rsatib, 1-may kuni hisob, 1-may kuni. Bir oy bo'ladimi? 1-maygacha. 30 kun bo'ladi. 30 kun. Bo'ldi hisob. 30 kunda vес tashlash. Buni TikTokka qo'yib boramiz, ko'rasizlar. Vес tashlash hamma yo'qda 30 kun ichida Instagramga bunga Tirnovkalarni ham taqillatib qo'yib boramiz. Mana tirnovkalarni ham qo'yib boriladi. Tomosha qilasiz. 30 kun. Bo'ldi. Tamam, o'chirib Yaxshi harakat qilsa. Agar men o'zim aytaman sizlarga, agar erta shu mana shuncha odam bo'lib aytaman, eslab qolasizlar. Bitta santimetr olib kelamanda shunday bilayimni santimetrga o'lchayman. 50 santimetrdan agar bilayim katta chiqmasa, yutqizdim deyman, bo'ldi, tamom. Hozir necha santimetr bilaging? O'zi go'sht yotib 50 santimetr chiqadi. Qanday go'sht bo'lyapti? Hozir ko'raman. Hozir ham 50 santimetr hozir. Hozir chiqsa 30 yoki 28 yo 30 chiqadi hozir. Ya, meniki 33, 32 Ya, bor. ne, 50 chiqadi hozir.
Yep. Men ko'rsataman o'shanda. 30-50 santimetr chiqaraman. Kamida 50 santimetr chiqaraman. Jala bitta oyog'ing Rainbow bilan teng bilan. Rosti o'zi qo'lda bunday qilsaman, ha. Ha. Chamala beraman. Aziz ham 32, 33 lar bor. Zato 20 santimetr qalinlashtiraman deyapman. 30 bor meniki ham bo'lsa. Uni 70 qilib yubormagin keyin. O'rasan. O'rasan. Rainbow sen sochingni olgan jillar tanimay qoladi seni, boru. Ketib ketadi. Qani 30 kunda Taqilib kim qo'yadi. berar ekan? 30 Sochingni olgin, Rainbow emas ekan deydi, ketadi uyingdan. Qo'tasan o'tiravermasang sochni olishni harakat qil. Jillar tanimay qoladi keyin. Efirda o'chir, Sardor, efirda o'chir, biz ham efirda. Men hazillashdim. Men zino qilmayman-ku. Hazillashdim. Voy. Birinchi aprel-ku aytganda, ha? Hazillashdim. 31 endi. Bugun siklasa bo'laveradi, ertaga hazillashadi. Bugun sikvalar, ertaga hazillashasan. Prikol qildim, o'tiraveramiz. Prikol qildim. Men bordim, nima bittadan she'rga bormadi. Onasiz. Ota sochini oladi. Hatta jala mashi bilat. Men hozir Boshladi yana. Bu yana she'r so'rayapti Aziz. Bitta she'rga bormadi. Bilat cho'tadi. Nima bo'lyapti bilat? Vahshiy tushib. Ya, buni qara. Voy bilan qayta o'shanisi qani o'sha. Qani o'shanisi? Bitta bazar qo'shsa. O'sha qani? Qani onang ketdi. Ha, jicha bazarda turibdi. og'izga berish bo'lmasin. Yo'q. Hey bilat. Voy bilat. Rainbowga yarasha ekan. Ye, turish chiqarib. Rainbowga yarasha ekan. Voy bilat. Rainbow va chista yarashar ekan. Chista chalab bo'lasan ekan. Chista chalab bo'lasan ekan. Sochingga bantikchalar chaqib endi uyqum keldi. Voy onasini. Daraslar uxlab bani bilan. Omaga sizga bir asr uxlabman bilan. Voy. Voy sochni chalab bo'lar ekan mana Rainbow. Voy. Biznes turar ekan, Rainbow. Ma'o. Hojakamga ta'sir qilmaydi jala. Ana shu sovg'ani bir narxini bilan 10 mingga ko'tarib qo'yish kerak ekanmida bilan. Voy. 1 sentmi o'sha gul bilan tengmi? Qo'ynadi. Voy bular biznes qilib qo'yish kerak buni. Borib olasiz uralmay saytlar qiladi. Kirish bor. Bitta TikTok degani bor. O'ydirib o'ramay kirib, tinmay o'radi. Endi uyqum ochildi va omaga sizga Ha, men ham endi uxladim. sen oldim. S1 oldim energetik. S4. Keyin protein oldim. Ali bana çayını alsın. Nima olsam ekan? Nima olsam bo'ladi? Bo'ldi, hamma narsa olib bo'lgan sen. Yana nimadir olish kerak-da. Ukol. Yo'q, ukol olmayman. Onasini sizga ulaman-ku. Eksport. Yaxshi bitta qiz ol. Shu sochig'ingni ko'tarib turgan. Aka bilan ko'ramiz-ku, buni narsa taylamang. Qolgan hamma narsani olsan. Yaxshi bitta chiroyli Dubayga yangi kelib aeroportdan ushlab kel bitta qiz. Sochi pocha. U seks qilmaslik kerak, bo'lmasam. Seks qildi mepani, sochig'ingni ko'tarib turganda. Ya, nabarot seks qilish kerak, nima uchun qilmas kerak? Ana Qon aylanish kerak. qon aylanish yaxshilanadi. Badanga sirkulyatsiya bo'lishi kerak, sirkulyatsiya. Sunum qilmaslik kerak. Haftada bir 3 marta qilsa bo'ladi.
2 marta Aeroportda normal. ushlab kel. Endi ish boshlagani birorta dugonasi chaqirgan qizlar bo'ladi, keling. Hali ish boshlamagan. Yo'q, Oliviya yuraverasan. mazani qochirib tashlaydi, odamni kuchini oladi-yu. Ha, ilgari ota bobolarimiz 90 voy 80 ha, Rossiyanikida. Biz O'zbekiston Rossiyaga qulluq Belarusga. TikTok. Unaqa edi? Yo'q-ku deydi. Profilni ushlab ko'ringlar chiqadi. Bunday stilda bosada chiqadi. Ko'rinib turibdi-ku, birda. Ali Banatdan intervyu oldim. Ali Banat nima, aktyormi intervyu olgani? Ha, aytgan deb, ona og'ayniz. Intervyu olaylik deb yubordi. Chaqiring, mana bekor o'tiramiz, olaylik. Kakra soat shuni aytay, gina qilib yurmasin, aytib qo'ydim, iltimos qildim deb. Brembo yana intervyu. Kakras mana Azizdan ham oladi, mendan ham oladi. Birinchi Azizdan oladi. Brembo eng ko'p kuzatadigan TikTokering kim? Ha, shuni kuzataman-da, Sardor. Yo'q. Hayotda amsishganingda adashganing qaysi kun bo'lgan? Bilmayman. Xato qildim deb chiqib kelganmisan? Shimingni ko'tarib xato qildim. Yo'q. Bu Rembo eshik siksam eshigiga rahmat deydigan bola. Hozir 1 minutda Kamera kerak. qadrli. 1 minutda kerak. Men asbobim prokatga olganim yo'q, har xil teshiklarga tiqib ketadigan. Yalab. Ya, biladi, вообще. Luqshaman, bir narsa deng. Biz o'ylab harakatlanamiz. Ana shuni o'ylashing bilan ko'tib ketaverasan yerga. Gapingizga bir og'zingizga bergim keldi. Shu gapingizga bir og'zingizga. Yo, rostdan-da. Shu gapingizga bir og'zingizga bergim keldi. Men ulug'shaman. Chaqiribdi, mehmon qilmoqchi edim. Yana bir kelur Umid kullashib qoldi-yu. Siz Rossiyada yuribsiz shekilli. Yo'q, azda oldaman. Men oldimda. Bularga mana Yerga osh bor, o'ziga. oq yerga olib borasiz. Sardorlar bilan osh nomera deyman. Ha, bir osh yeb. O'ziga interesga bularga savol bering. Ha, keyin oxirida biz. Donatorlarni gapirmaymiz a? Donatorlarni gapirmaymiz. Mayli gapiravering donatorlarni ham. Mayli fikr. Ha, to'g'ri kelganini ayting. Ha. Azizxon, Yo'q, mendan boshlaysizmi? Rembodan, bu beravering aka. Ali Banat yoki Uz Istanbul. Uz Istanbul. Endi biz Ali Banat ham yaqin, Uz Istanbul endi biz kattamizda, u Istanbuldan. Hoji yoki Shoh Pozitiv. Qaysi shoh pozitiv? O'zimizni shoh. Ha, hoji akam bizga shoh-poq kerak emas-ku. Vatan xoini-ku. Gucci yoki Xadicha. Gucci yo Xadicha. Ay, Xadicha. Chingiz yoki Sardor. Sardor. Xo'sh. Sampo yoki Jon Prikol. Конечно, Sampo aka. Sampo. Ofat yoki Shahati. Shahatiyni maqtab ofat solgan yaxshi. Ofat. Ani kuni Po'latga savol berdim. Bekxan yoki Sardor desam, ikkalasida bittasini tanlatsam, Sardor qurolli, Sardor dedi. Anna Azamat Ahrorov yoki Abu Sheyx. Abu Sheyx. Sardor, mana savol. Bo'ldi, azizlik tugadimi?
Ha, 4 ta 5 ta deydi. Endi Remboga bering. Rembo, Botir Oh. Qodirov yoki Shohjahon Jo'rayev. Shohjahon Jo'rayev. Ular dadasi tirik bo'lganda sikardi sani. Jasur Ko'cha yoki Azizxon. Azizxon. Shogirdingdan kechding. Hoji aka yoki Sher Ko'cha. Ya butun yalangoyoqlar bilan teng qilar ekansan. Bunga o'ylab qarasam. Aka, yo'q, hozir bir xil qilib qolmasin deyapman. Bir Ha, xil. yo'q, bo'ldi. Hoji. Men ko'p ham otini bilmayman-da, TikTokerlarni o'shaning uchun tilimga kelganini aytyapman, esim kelgan. Hamda yozib qo'yganim hozir Sardorga beramiz. Bo'ldi. Ummon yoki Benom. Ummon. Hoji aka Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova. Yulduz Usmonova. Ya. Hoji aka. Hoji aka Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova. Yulduz Usmonova. Mavluda Asalxo'jayeva, Dilfuza Ismoilova. Mavluda Asalxo'jayeva. Siz kattasiz, yoshingiz katta, kattalarni taniysiz. Doston Ergashev, Jaloliddin Ahmadaliyev. Jaloliddin. Otabek Madrahimov yoki Tohir Sodiqov. Tohir Sodiqov. Ulug'bek Qodirov yoki Umid Iskandarov. Ulug'bek Qodirov. Aziz Rametov yoki Yigitali Mamajonov. Aziz Ramit. Jasur Ko'cha yoki Elyor. Elyor. Ali Banat sanni olmaymiz, saniki videosi bilan bor-ku. Menga kerak emas, noshiman. Endi ochirib. Ha. Qani kulmitsionli holat. Mana oldindan kelishib olamiz. O'rtadagi sovuvchilikni, misol uchun mana nisbatan savoldagi insonlar bilan yaxshi yomonlaringni misol uchun TikTok tomonlama, zritel tomonlama javob berib ketur, dushmanchiliging o'lichni hayotda. Bo'ladimi? Короче, ijodiga qarab baho beraman taniganlarim. Aytaman, realni aytaman. Tamam. Davay, ketdik. Elyor yoki Jasur Ko'cha. Jasur. Azizxon yoki Chingiz. Chingiz. Zek yoki Bekxan. Zik. Shahati yoki Ofat. Ofat yaxshi. Nez bo'ldi-ku. Tavsiyasini aziz bilan. Shahati. Malades. Dedi bor bola o'zi. Zinnur yoki Aziza Yakubova. Aziza Yakubovani tanimadingmi deyman. Tanidim, yozib bergan. O'zini ustida yozgani taniydi. O'tirganmiz. Menimcha Zinnur qo'lga kiradi. Ikkalasini ham to'g'risini aytaman, ko'rmaganman, kinosini ko'rmagan. Kinosini emas, sen просто mana misol vaziyat bo'lsa qaysi birini tanlagan bo'larding? Zinura. Ha. Vodiyli Zohid TikToker videoshi, ya Zohid Ummon emas, bir xillar Zohid degan so'zni Zohid Ummonni gapirdi deb o'ylab qolishyapti. Videoshi Zohid yoki Rashid Gada. Rashid. Nigina yoki Multik. Voy jala. Yomon nuqtada ushatdi. Voy jala. Ikkalasi tarozida ikki pallasida-da. Tosh qo'ysang ham bosmaydi. Multik. Xadicha yoki Gucci. Xadicha. Roza yoki Shahina, Shahi bor-ku. O'sha. Qaysi Shahina? Ko'tiyoq Shahi bor-ku Dubayda. Ha, Roza kuchli ijod, auditoriyasi katta Roza. Sampo yoki Jon Prikol. Sampo, Jon Prikol kim o'nasini sizga? Odil Bro yoki O'ta yomon.
Hozirgi kundanmi yoki pikka chiqqan davrini hisoblayman. Вообще, o'zing uchun. Fikring. Odil kuchli bo'lgan. Odil. Odil kuchli bo'lgan. Odil biroq. King yoki Sulton Muhammad? Kim? Kingda. Jasurni kingi. Ha, u vidushi emas-ku. King yoki Sulton Muhammad? Ha. Tamoyil. Sulton. Bitta sulton ta'kidladi. 100%, 1000%. Ali Banat yoki Monster? Ali Banat. Bitta qattiq savol bor, faqat kulib yuborish yo'q. Sherko'cha yoki Rembo? Niko dalba yo'q. Rembo aka. Rainbow. Aqbala yoki Avezov? Endi Avezov o'zbeklar bilan o'ynamagani uchun Avezov, ha? Aviz. Ya Avezi bu %100. Shoh yoki Hoji? Qaysi shoh? O'z vodiyli shoh. Hoji akammi shohi? Ha, Hoji. Hoji. Aslida ana shoh deb tushundish kerak bu. Vatan xoini deb bir narsa aytdi. Sen o'zing 2024-yil, endi hozir ijod desam kommentariyada ijod bo'lmaydi-yu TikTokda deb yozishadi. Sen o'zing ko'p kuzatgan TikToker 24da. Aziz. Abdurahmon aka yoki Azamat Ahrorov? Abdurahmon. TikToker bo'yicha aktyor. Endi o'zini ishi bo'yicha ketilaveradi. Dilimi yoki mittimi? Mittimi. Mittimi nomerarino. Zohid Ummon yoki Hamdam Sobirov? Ummon. Zohid. Ummon. Shohruz Abadiyev, Farruh Hamrayev? Farruh Hamrayev kimmi? Tushunishdi. Tanimaganga ovoz beraver. Yo'q, tanimayman Farruh Hamrayev, tanimayman. Jamshid Abduazimov yoki Sharof Muqimov? Jamshid Abduazimov. Biz sog'lig'ini sog'inib tutdim. Shohrux Repper yoki Shahriyor? Shohrux Repper. Massa yoki Diyor Production? Diyor Production. Doston Ergashev yoki Jaloliddin Ahmadaliyev? Doston Ergashev. Bo'rilar yoki Baron? Bo'rilar. Alixon aka, endi aktyorlarni ko'p ham tanimayman deding. Alixon aka bor, tatuirovkali. Yo Alixon aka yoki Bo'rilar deyman, Sherman degan Bekzod Tojiyev. Qaysi biri? Men Sherman degan akami? Shu. O'sha brat. Bekzod. Million yoki dizayn? To'g'risini aytsam, millionga kelib qildim, ajrashib ketmas oldi, undan keyin ko'rib ketmay qo'ydim. Dizaynda hozir ham maza qilaman, dizayn. Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova? Yulduz Usmonova. Rayhon yoki Munisa Rizayeva? Munisa Rizayeva. Ziyoda yoki Gulsanam Mamazoitova? Gulsanam bosh qamchi bosh. O'shami? Yo'q, Aha, o'sha. yo'q. Otabek Muhammad Zohid sinisi Gulsanam. Nima qo'shiq aytgan? Tanimayman. Bo'ldi. Demak Ziyoda. Shohjahon Jo'rayev yoki Botir Qodirov? Botir Qodirov. Meni akam-ku, tanlamasa bo'lmaydi. Otabek Muhammad Zohid yoki Jahongir Otajonov? Jahongir Otajonov. Jahongir Hosiljonov yoki Shohruxxon? Jahongir Hosiljonov. Gap yo'q.
Oldimi tugadim endi o'zizga ham bitaraylik aka. Qaysi birini tanlaysiz? Ali Banat ukamiz necha yil Ali Banat? Ali Banat hoji. Ha, siz qoldirar ekansizda ya. Bu savol javoblar do'stlar, bu savol javoblar ijodidan kelib chiqib javob berdim. Do'stlik, dushmanlik bo'lgani yo'q. Men chesta javob berdim. Ali Banat qoramarlar. Javob berdim. Qaysi biri? Ali Banat. Ali Banat Sardor Gangster. Ali Banat. Ali Banat Chingiz. Aziz, mana shu odamni so'rayotgandim. Yo, TikTok bo'yicha bo'lsa, TikTok bo'yicha Sardor, lekin meni yaqin Yo'q, Ayolsa Karibsa o'ynamadi, umid tanish bilishlikmi? Assalomu alaykum. Ali Banat bilan biz necha yil o'qiyapmiz-ku. Men Baymat tog'a keldi, savolingni yig'ishtiring. Baymat tog'a yo men. Bilaman tanimayman akani. Assalomu alaykum. Men Baymat tog'a tanishtirib yuborgan kecha hamma inson. Men o'zim ham gaplashib ko'rmagan, birinchi marta mana. Birinchi marta. TikTok ko'rmay qo'yibsan, Umid. Agar Baymat tog'a tanimagan bo'lsa. Men rostdan tanimayman. Assalomu alaykum hammaga. Ali Banat. Assalomu alaykum, tuzimsiz? Bayramlar bilan. Rahmat, birga bo'lsin aka. Kecha Aziz aytadi, kim shu inson? Mana Aziz, mana o'zlari, yo'q. Nur aka, Aziz aka, Ali Banat, Xo'ja aka, Rainbow. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuta bu odam o'zi tanishda. Aka portlatyapsiz, ammo mendan o'tib ketib qolmasin deb Ali Banat har kun zapravka qilyapti. Men hojaga men birovga bahs qilmayman. Ya, mayli. Ko'ring. Yaxshi, joni sog' bo'lsin hammasini. Ali Banat ham yo'ryapti. Ha. Mana akani ovozi tanish. Ulug' Shamandan so'raychi. Bunday qiziq bo'ladi-da. Endi men Azizdan intervyu olaman. Ha, da. Ketdi. Aziz, savol. Sabr og'a kuchli bo'lganmi, Azami? Sabr. Ikkalasi bitta-yu. Yo'q, bitta. O'rta. Ha, shunday savol berib qiynay buni. Ha, Ikkovi ham bratanlar-da bular. Hozir maktab ikkovi ham eshitsa keyin bila ko't deydi, men senga qancha urganim deydi. Uni ikkalasi ham qattiq urardi, bir xil qattiq ketardi ikkalasi. o'ta qattiq. Bila ikkovi ham desam bo'lmaydimi? Yo'q, bittasi tanlashgan. Azart qattiq bo'lgan. Azart qattiq bo'lgan. Habibi kuchli bo'lganmi, prinsessa topammi? Qaysi prinsessa? Dubay prinsessa. Dubaydagi. Habibi kuchli. Yo'q. Habibi kuchli bo'lgan. Habibi kuchli bo'lgan. O'zi Istanbulmi? King Bishizonmi? Voy, bu meni jazolayapti. Adinaxo men, короче. O'zingga ham men nomi Hojidan ol. Ayga qarang. Hojidan ol. Va chimchiq so'zsa ham qasoga Umid o'zini ishini qilaversin. Bu bilan puli donatorlar meni halikin yetadi. Sardor yomon tupikka tiqdi hozir. Hammasi bratlar to'g'rilayapti-da. Sabr keldi mana. Birpasda mana Sabr og'a. Ana Sabr og'a kirib keldi mana. Qara. Bu donatorlar gapirsam bilan bu narsa desa unisi xafa bo'ladi bilan. Danat kelmay qo'yadi dedi. Yo'q, ular urmaydi, lekin endi o'zini vaqtida urganda Mana Sabr og'am keldi, Sabr og'am. Salom alaykum. Sabr kelmadi. Sabr aka o'zi shetdi. Sabr og'am kuchli. Sabr og'a, siz og'ajonim. Ko'rdingizmi? Bittada uyg'otdim, tog'a sizda. Ko'rdingmi? Bitada kirib keluvdi, ko'rdim men. Sabr og'a keldi dedim-ku men. Nima deydi, iloji yo'q endi. Endi javob ber. Ha, yo'q, menga berma. Hojiga ber, unaqa savollar. Menga Az bizni qatorga qo'shilib mana Bunyod tog'am ham keldi mana. Nima deysan? Bunyod tog'am ham keldi mana. Nima deyalaman endi hozir? Bunyod Ali Banat qiyna Ali Banat. hamma legendalar. Manda taqqoslab bo'lmaydigan insonlar bular bir-biri bilan. Tushunyapsizmi? Hammasi kuchli insonlar-da bular. O'ta kuchli.
Ali Banat qiynagan, soat anaqa videochilarni gapirib. Sen yaxshi bilasan. Ali Banat akaga savol. Ali Banat akaga savol beraman. Ye, tog'a tushib ketdilar. Tog'a, joni sog' bo'lsin. Mana bitta chiqdi, mana o'zi yana bir 2 kun donatorlik qilsa, Baymatovni ham Sardor Dukasida yechildilar. Mana chiqdi o'zi bir ovozini eshitdinglarmi? Men birinchi marta gaplashdim bu odam bilan. Jonlari sog' bo'lsin. Rahmat, xursand bo'ldim. Bu akani ovozi tanish bu akani men taniyman, по-моему. Men o'shancha sразу sezdim. Ulug' shamandan Ko'rmaganman lekin. Ulug' shamandan so'radim. Internet. Anjorlikka o'xshadi. Ulug' shaman Anjorlikni berdi. Ali Banat bitarchi, qani Ali Banat bitarchi? Ketdi. Ali Banatga savol beramiz. Mana bunday taqqoslash kerak-da. Shahatiy rozami? Shahati? Men roziga shay yuribsiz. Nima roza yuribsiz? Nega? Ya, prosta qiynalgani uchun podдержка qildim, tamom. U unaqa Voy, biladi. Ochiq qopti, bir yordam qiling yana. Qizlardan savol beramiz-da, qizlardan. Qarang. Shahatiy. Yo'q bo'lib ketgan Zohani, yo'q bo'lib ketgan Dina degan qizmi? Dina taniydi. Zoha. Tanidik. Ikkalasini ham tanidik. Zoha. Yaxshigina tanidik. Zoha. Neginami Gulruzmi? Gulruz. Gulruz. Kulminatsiya nuqtalariga yaqinlashyapmiz. Sardor o'zini ham sikamiz, qarab turinglar. Bitta tiqaman degan buni qarab. O'ylayapti o'zingiz bilan qilib. Kimdadir pullab yurtilatishlayapti, nima bo'lyapti? Bonetdami? Gulruzmi? Gulruz. Gulruz? Bunchalik kuchli bo'lganmi Gulruz? Gulruz, Onang nima bor? Uchtadan bittasi bo'lganda. Bonit Endi hozirgilarni taqqoslab bo'lmaydi, chunki hech qaysini auditoriyasi yo'q. Akmal akam haqiqiysi keldi. Assalomu alaykum. Ham Akmal akammi? Haqiqiy Akmal aka keldi. Haqiqiysi endi ko'rdim. Akmal aka keldi dedim. Ali Banat aka hozirgilar to'g'risi gapira olmayman, chunki hozirgilar hech qaysi pichoq qiladigan. Savol bergan bo'lsa men senga savol beraman, men senga savol beraman. Savollar. Tayyormisan? Ber. Qora marvarid и Ali Banat. Nima bo'lsa ham aka aytaman, qora marvarid. Mana bu. Lekin hali endi misol xalq anav qiladi-yu. Mana o'zlari o'tiribdi. Hali deb chiqib aytyapti mana. Rostini mana o'zlari o'tirsa ham aytyapti. Hali kuchli, ikkalasi ham kuchli. Ikkalasi ham maqti, lekin va qotyapti. Ekraning qotyapti. Xullas qora marvarid. Dilshod aka ham o'zib ketadi. Dilshod aka ham o'zib ketadi. Qora marvarid. Yo'q bo'lsa ham mana haqiqatni gapirayotgandim. Xafa bo'lmang Dilshod aka. Yo'q, nima xafa bo'laman? O savol javob. Endi oylab, yillab Xo'p. Mirzayev ili Azim ekan. bilaman. Senga mashina kiyapti, Misr mashina kiyaptimi? Biznes qo'yapti, onasini. Yomon qotyapsan. Chaplanyapsan. Meniki suyazim chatoq. Suyazim chatoq. Bu Ali Banat. Endi Ali Banat donator-ku aralash. Mani nima qo'shasiz, ha? Videochilik qilyapti, o'g'lim ketdilar. Ko'rdingmi? Videochi deyapsan, videochi, donator-ku bu ya. Nima bo'libdi? Bu ham videochi, tamom mana. Videochida Ali Banat ham. Videochi emas, haqqoniy bo'lsin, haqqoniy, shoshma. Haqqoniy videochi. Bo'ldi. O'ta yomon. Rembo o'ta yomon. Rembo. Voy, biladi Remboni sikkanmisan deyman. Rashid. Rembo Rashid. Rashid. Mana des. Rashid Chingiz. Chingiz. Chingiz Sardor.
Chingiz. Ha. Yana kim qoldi? Chingiz bo'ldi, Chingiz ketibdi. Chingiz Alibana. Yemaga, ya'ni, qanaqa? Men aytaymi? Odilxonmi, Kamil Karatemi? Sardor. U ana. Odilxon. Odilxonmi, Taysonmi? Odilxon. To'g'ri. Odilxonmi, Erkabulanmi? Gapga qara, ha, to'g'ri deydi. Odilxon. Odilxonmi, o kuni sen kechirim so'ragan ana Qo'qonli bizni Bayiz bratanmi? Shohasan Mirzamatov. Shohasan. Shohasan Mirzamatov ili ana sizlarda Qashqadaryoda UFC'da urushyapti. Aziz Temirovmi nima edi? Azamat. Aziz Temir. Yo'q. Ota nima edi? Azizbek Temir. O'sha. Azizbek Temir. Murod Hamto'rayevmi? Qara, Murod Hamto'rayevmi? Kim? Murod Hamto'rayevmi? Aziz Temirov, Ramazon Temirovmi? Murod Hamto'rayev. Murod Hamto'rayevmi? Yo, anu ota nima edi? Katta, anu UFC'da solishib chiqib ketdi. Murodxon To'rayev. Ha? Murodxonmi? Yo'q, narigisi. Mahmud Murodovmi? Mahmud Murodovmi? Murodxon To'rayev. Murod Hamto'rayevmi? Azizxon UFC'mi? Murodxon To'rayev. Malades. Bo'ldi, tuga. Yo, Nursulton ham bor ekan. Nursulton bor, Nursultonmi yo Murod Hamto'rayevmi? Murodxon To'rayev. Ha, Murod Hamto'rayev. Murod Hamto'rayev Habib Nurmagomedov. Murodxon To'rayev. Murod Hamto'rayev Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor Ronaldo. Conor McGregor. Ronaldo. Messi. Ha? Messi. Messi. Bu Messi ili Dior Production. Messi. Diyorni qattiq muxlisi bo'lgansan, ha? Hozir ham biziz. Ne gaplashib? Hozir ham. Gaplashib. Faolni Instagramda yozuvlar chiqyapti o'zi. Ha, yorib yuborgan. Tari deb boshlayapti ular. Ne? Ovozchan qarang, ha, ovozchan. Kuni aeroportda usha olib chiqib ketgani aniq bo'ldi. Aeroportdan tushgan, aeroportda ushalgan. Rasmi hamma yo'g'ini ko'rdim men. Prosta menga berishmadi uni, yo'q dedi. Qo'lida narushiyni, ikki yonidan odam olib tushib ketib. Endi xudo biladi, mujib hozir o'tiribdi, по-моему. Endi bilmayman nima bo'ladi, nima yo'q. Bilad. Onasini emzib borku hamma narsasini kechirsa bo'ladi, davlat. Bo'rilar. Bobom. Rahmat. Akmal bobom. Endi bilmayman nima bo'ladi, nima yo'q unga. Nima bo'lsa ham chatag'ish bo'ldi, shuning uchun o'tiribdi. Nima bo'lsa. Shu tildan ketib qo'ydi-da u. Bekor jo'natdim mana biladi. Onasini emsin. Bekor jo'natdim men. Oy, Sardor. Kuch qudrati borlik paytida jazosini olsin. Hozir yosh. Ertaga 35, 40, 45 kelgan paytda jazosini olgandan ko'ra qudratli bor paytida jazosini o'tab, chiroyli mana meni oldimga kelsin, sen aytdingki, uy yo'q, uy yo'q deb. Kelsin, undan joy beraman, meni oldimda yashaydi, men o'zim qarayman, dalda yo'qga so'kintirmayman, boshqa qilmayman, to'g'ri yur, to'g'ri turdi, men o'zim uni olib yuraman deb tushunmaydi. Bitta onasini emsin, normalniy bitta advokat yo'lladir. Uni bilib, biznes qilib talashmasin, bilib, onasini emsin, sen nima xuddi qilgansan bilib, urib buni bilib. Tavba qilibdi, nima bo'lganda ham tushundingmi? Tavba qilibdi. Men hozir advokat yo'llab, menga problema emas, men shunday bazasini ko'tartirib beraman. Lekin xalq ichida men qarg'ishga qolib ketmaymanmi, men zaybal qilishib bormaydim ekan deyapman. Men ko'tartirib beraveraman, men bitta yo'llab qarab turing, netingda turmay qaralashtirib turaveraman unga.
Menga qara, Xudo kechirganda xalq odamzod nimaga kechirmaydi? Alloh uyiga borib keldi-ku. Anu zapislari ham chiqib ketdi-ku keyin biladi. Tvar anu bechqan zapislarini qo'yib yubordi-ku biladi. Nima zapis chiqib ketgan? Ben eshitmadim, bechqan zapislarni qo'yib tashlagan biladi. Bo'lgan yo'q. Do'stlar, baribir endi bitta narsada sizlar ham xato qilgan. Endi undaylik darajada xato qilmaganini tursa, lekin qilgansizlar-ku. Agar xalq yordam ber desa, mana dushanba men uni hamma danligini olib bo'lganman. Любой narsasini olganman. Menda rasm, pasm, просто rasmga olishga ham aytadi. Hamma yo'g'ini bilaman men uni. Hamma yo'g'ini. Любой narsasini bilaman. Endi Sardor Omon aziz. u musulmon diniga o'tgandan keyin ota-onasi kechib yubordi-ku aka. Musulmon diniga o'tgandan keyin ota-onasi kechib yubordi. U bechora menga telefon qo'yapti. Aziz aka, aeroportdan chiqsam olib keting. Betlarimga maska taqib qo'yganman. Akajon yordam bering, meni boradigan joyim yo'q degan Sardor telefon qildi. Bunaqa jo'natyapman, aeroportda ham qilishni ko'rsatdi, ketyapti dedi. Oldinga bor, o'zing qarab yur dedi. Buni boradigan joyi ham, yashaydigan joyi ham yo'q dedi. Ha, bo'pti dedim, Samarqanddan chiqsam Toshkentga olib kelaman dedim. Olib kelib, meni o'zimni ofisimda yashaysan mana shu yerda dedim. Agar birorta odamni so'ksang, seni arqingni menga bitta shikast kelsa, mazingni qochiraman dedi. So'z berdi. So'z berdi menga. Ha, bo'pti dedi. O'sha aeroportdan chiqmadi, korotchi. Endi bitta advokat yollash uchun aka, advokat ham 10 million so'm vodiyni o'zida. Toshkentdan kamida bir 20 million so'm advokat. Chunki advokatga pul to'lab, shartnomasiga qo'l qo'yasiz, 3 kungacha pul tashlashingiz kerak. Bizda 10 million so'm. 10 million so'm. Endi Toshkentda qimmat. Buni dandidan ko'tartirib, uni orqasidan yurtirgani bir kamida u etmoqqa oson 30-40 million pul ketib qoladi aka. Endi ortiqcha ham gapirib tashlaganda. To'g'ri aytdingiz, aralashish. Hozir gapingizni to'g'ri aytdingiz. Aralashish sal xato bo'lib qoladi deganingiz to'g'ri, tamom. 15 yil odamlar 1-2 yilda chiqib kelyapti. Odam o'ldirsa 5 yilda chiqib kelyapti. Birinchi marta sudlansa millionga ham bor deyapti. 5 millionga qanaqa advokat yollanadi men bilmayman, lekin men advokat kecha kuni yolladim. 9 million so'mga yolladim. Shu sudda qatnashishimga ham addini to'laysan dedi. Sudga qatnashishimga 9 million oldindan to'laysan dedi. Men advokat oldim. Bizda agar Toshkentda qimmat advokatlar. Toshkentda qimmat. U temboli uni ishi kichkina ish emas, uni ishi. Uni ishi kichkina ish emas. Unga ancha-muncha advokat ham men yorib chiqaman deyolmaydi. Uni videolarini ko'ratdi. Ukajon deydi, o'zi ko'ta bo'q ekan-ku buni deydi. Men kimga buni javobgarlik beraman deydi. Kim uni bo'yniga oladi? Prezident so'kib qo'ygan odamni misol, aka mashina olib chiqib berinsam, ukajon jinnimisiz deydi. Jinnimiz ukam deydi. Buni ishi oson emas. Qaysi bir advokat bo'yniga oladi mana? O'sha pulini beramizda, prezident so'kkan, xalq so'kkan, buni o'zbek qizlarini jalab degan odamni videolarini shuni ko'rsatadi. Bo'ldi, hech kim aralashmaydi bu narsa. Bilmayman, yana kimdir aralashsa, yana yuragi butun odam bir g'oyibdan kelgan odam aralashsa bilmadim-ku, lekin bunday odam qizig'i mazasini qochirib yuboradi. Yo mayli, nima bo'lgan taqdirda ham nima bo'layotganini bilaylik deyapman, tushundingmi? O'shani ham men o'zim bilolmayman-da, Sardor unga advokat yollash kerak. Shuning uchun advokat yollaylik deyapman bitta. Advokat 9 million, 10 millionlik. Agar Toshkentda yollasang 20 million. Buni bilish oson. Tamam, hamma surasini olib chiqib beradi.
uni problemasi. Unga pamoyimga katta so'roq beradi bo'laysan. Endi u qarata sen yuraverasan bag'da delingni yig'ib boraveradi-da. Delingni yig'ib boraveradi bag'da. Uni delasi ham da xuya bo'lib ketganda delasi bor. Bir uy dela bo'lib ketgan. Unga javob berish kerak-da. Bir uy dela bo'lib ketgan. Конечно, javob beradi-da. Mana bo'lmasam necha kun bo'ldi? Jo'natganga necha kun bo'ldi? 5-6 kun bo'ldi. 5-6 kun bo'ldi. Endi mujit 6 oyda sudda chiqib keladi. 6 oygacha paralda o'tiradi. Qachonki sudi bo'lib 5 oyda sud 6 oygacha ko'rib chiqiladi-da sud. Mujit 1 oyda sud ko'rib chiqiladi. Mujit 2 oyda, 3 oyda, 6 oygacha o'tiradi. 6 oyda mujit sud buni oqlab turib, yo suruk berib yuboradi, yoki atiq qiladi, yoki bir narsa qiladi, yo prosent qiladi. Shu-da tamom. Bo'lmasa voqacha bizga xabar kelish kerak-ku. Uylari ko'rib chiqilyapti. Suruk qana beriladi, qanday bo'ladi. Hamma yo'g'ini ko'rib chiqaryapti. 10 kun bo'ldimi? Bir haftadan o'tdimi bilmayman. 10 kunga qarab ketyapti. 10 kundan dongdaraysiz. Men uni ko'rdim, ikki yonidan beli solib ketyapti. Narsa taqib qo'yishgan. Bir narsani so'ramoqchi edim mana Jandonlar endi. Kallangga qo'tag'im sen bugun efiringga kirib turibman. Ovqatlanib o'tiribman, telefon suyab qo'yganman. Ona endi shu like bossanglar bo'lmasa like bosmaganing blokka tiqaman deyapti. Nima unda deyapti? Qorinizdan ketyapti, bu ham qorinizdan ketyapti. Rembo omingni chiqarib yuboradi, xalqqa qarshi chiqib omingni chiqarib yuboradi. Bir seriyozga kelgan payti yomon bo'lasan. 3 yildan 5 yilgacha berishimiz endi akalar biz bilmaymiz. Davlat xohlasa 100 yilga qamab yuboradi. Qizig'i yo'q. Chunki u katta tilidan ketib kelgan joylari bo'lgan. Xohlasa 100 yilga qamab yuboradi. Qizig'i yo'q unda. Uni orqasidan xabardor chiqadigan odam yo'q. O'zing bilan yashadi. Uni men hozir qamaladigan bo'lsam, meni orqamdan xuy odam chiqadi-da. Meni turizm odam chiqadi. Qanday chora bo'lsa ham qo'llab chiqadi. Uni orqasidan yo'q, hech kim yo'q orqasidan yo'q. Na otasi, na onasi, na ukasi itga kerakmi? It so'ramaydi. It so'ramaydi. Kim yo'q? Bunda bo'lgandan ko'ra Koreyada yurgani yaxshi edi, biladi. Koreyaga qanaqa ketib qoldi o'zi? Qara, menga tiki azakadida men Koreyaga bormayman dedi. Nimaga dedim, oldida yuradi. Vaqt sen o'qib turgan ekansan, menga telefon qildi. Men Koreyaga borsam yana jinniligim tutib yana xalq tutib bormayman dedi. Men tomim ketib qoladi dedi. Jinniligim tutib qoladi aka dedi. Agar meni oldimga kelasan dedim, sikaman agar qori dedim, arkingdan o'zim qamataman dedim. Arkingdan bilan men qo'ya bitta yerda yo xalqda yo bilan kimdirni so'ksang dedim, o'zim qamataman dedim. Yo'q, piarmi? Bolalar nakazat qilgani yo'q. Bo'lganmi rostdan? Yo'q, realniy bo'lgan, u butun teg o'tiramidi piar uchun aka. Turkiyaga ham o'tirdim. Men anonsini ko'rdim-da. Rasmlarni chiqaribdi. Tomini yechib tutgan, tiqishgan ko'tiga. O'tirgizishgan. O'tirgiga o'tirg'izib yubordimi? Piar edi deb qoldi. Endi bilmayman u. Alloh biladi, piar emasmi, lekin piar bo'lsa butun tega o'tirmaydi. Onasiga odamzod qanday o'ziga fazolat qiladi. Butun tega o'tirishni biladi. Endi u ko'p kechirim so'rab chiqdi, yana qildi, kechirim so'radi, yana qildi, kechirim so'radi, yana qildi. Endi bu safar insof bergan rost bo'lsin. Ardor bilan biz Ketdingmi sen Toshkentdan? Ha.
senlar ketarding, qorinib, senlar u qilding, bu qilding, navruz biz yaxshi yo'lga yetakladingmi bilar. Tan oldingda ham bir haftacha yurdi Sardor. Ha, yaxshi bo'lar ekan unday. Daraz bo'lamas ekan. Men aytdim, chekkadan qarab yurib, bu narsa olib berib, narsa qilib, sovg'a-salom olib beraverdim, arziga berasan. Ha, menga aka men qurib bormayman, xavotir olmang dedi. Menga hech narsa emas dedim. Men dunyoda nima yeyman desam, nima kiyaman desam, Olidan qudrat yegaman dedim. Hech bola kerak emas sendan dedim. Salomon keldi, maska taqib olaman, maska. Toshkent aeroportiga qo'nganmi? Samarqandga qo'ydi. Samarqandda qo'ydi. Uni menga telefon qilib, Farg'onaga ol dedim, bilar Farg'onaga ol, yo Andijon yo Namanganga ol dedim. Bizam olib qo'yib, atkaz qil dedim. Atkaz qil dedim. Abetdan olib chiqib ketish qiyin edi, sanaqa. Baribir men xolo-xol so'rab turaman-da, aka. Men narsa kirgizib turaman. Men boraman-da, so'rayman xodimlardan. Qani mana bu palonchi, pistonchi qani deyman borib. Uning Ha, bo'ladi. Sardor? Ha? Yo'q. Men xolo-xol so'rab turaman bilan narsa dachga olib qilib turaman. Men